Sol bir musulmon odamlarga baylanishib qoladi-da, namoz o'qishni o'rganadi. Qarasangiz. Namoz o'qishni o'rganib juradi-da. Bu aytadi, men Amerikaga bormayman deydi. Men uylenem deydi. Şeşesi çılaydı, kapı bo'ladi, çılaydı, kapı bo'ladi. Ana ikkinchisi Amerikaga o'qishga ketadi. So'dan namoz o'qiydigan yigitga akasi aytadi, "Yaxshi ko'radigan qizing bormasa, bor" deydi. Onda deydi, "Uylensang uylendirek" deydi. Aka deydi, "Mening alatan qizim o'ramal o'ragan qiz" deydi. Akasi aytadi, "Yaxshi onda" deydi. Aslında şayda şişesine aytadi, "Bala endi uylenem deb atır, uylentirek, ulkan balamiz qo'y endi bul. Kelin bar ekan, o'zi topgan ekan, qanday keldi" dedi. "Aka men ko'rayin" dedi. Sütüde qalanın o'rtasidagi bir restoranga qizni olib keldi. Qiz o'ramalda o'rangan adama qizni olib keldi. Sütüde şişesi qarab turib, jerkenib qaradi. Onun vukusu emas da ol. Şaşı aşık emas. Sani jaltırab turgan jo'q baliqqa o'xshab. Mana jalmavuz qayoqdan kelganmisan, jo'qat dedi. Ne mana o dedi. Men sana mınandayın topib berim dedi. Şeşe dedi. Siz de mening yuragimga qarasangiz dedi. Men mınadan başqa hech kimni qalamayman. Men o'sini alaman dedi. Solay tartışıp 6 ay tartışıp jurdi, axir bo'lmagandan keyin aytdi. Algan xotiningni qo'r qilmasam dedi, mening atimni boshqa qo'yaman dedi. Сөйтіп uylentirdi. Kelin muslima kelin, o'ramalga o'rangan kelin kuyovni qanday hurmat qiladi? Ata-onani qanday hurmat qiladi-da ol. Biroq ana ministr ayelga chaqpaydi. Namoz o'qiyotsa kelib üstüne o'tirib oladigan bo'ldi. O'ramalni tartib oladigan bo'ldi. Сөйтіп 1 yil bo'ldi, ko'targan jo'q. 2 yil ko'targan jo'q. Mana ko'rdingmi? Sening buning chalmavuz. Bu sening boshingni aynaltirib olgan, duvalab olgan. Bu ko'tarmaydi. Buni ajrat, men senga 16 yashar qiz beraman deb, sonda to'polon qiladi. Bir kun endi balaningda sonda bir chani chiqib ketgandan bala endi söyleyin deb o'tiradi. Ayala xo'jayin dedi. Biz sabrlik qiluvga buyurilganmiz dedi. Sodan aşı sonda taraf ketdi. Şeşesimen ursayın deb o'tiradi. Qarang, xo'jayin biz sabrlik qiluvga buyurilganmiz dedi. Bir kuni chigit jumusdan kelsa, жаңағы ministr şişesi ananing namoz o'qiyotganini urib, tevib, mananday shpilka kiygan tuflimen ko'kragidan tevayotgan bo'ladi. Jugurib keladi-da şişesini ko'tarib, "Şişe, ne qilyapsiz? Şişe ishib olgan. Ana bishara kelindi tevib o'tir, tevib urib o'tir жаңағы." Şişe deb ashulanim ne bo'lsa, жаңағы qiz tag'in turib, "Xo'jayin, biz sabrlik qiluvga buyurilganmiz." Qanday sabr? Mana bet-auzingni qarasay, bet-auzing jirtib tashlagan qo'y tevib. Jo'q dedi. Сөйтеді kuyovini olib bo'lmasine kirib ketdi. Сөйтіп kuyovini bo'lay dedi. "Xo'jayin" dedi. "Asya anamizda Firavun alayhilana qanday qo'rlagan" dedi. Biroq Asya anamiz sabr qilgan dedi. "Siz meni musulmon deb oldingizmi" dedi. "Siz o'sini bana sabr qiluvingiz kerak" dedi. "Siz Allohdan qo'rqingiz" dedi. "Siz akangizga, sheshingizga" dedi, "men sebepli" dedi, "davsingizni chiqarmangiz. Onda yukimizda to'zaqi bo'lib qolamiz. Balkim siz bilan biz sabr qilaylik." Eng birinchi jannatning sayyidasi bo'lgan Sumayya raziyallohu anhaning iki qo'lini, iki oyog'ini tuyaga baylab tartib uzib tashlagan. Avrat yerdan naysa tig'ib o'ltirgan Abu Jahl. Sonda da Sumayya raziyallohu anha ne dedi? "Ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadar rasululloh" dedi. Kuyov sonday bosildi. Biroq kuyov jiladi. "Sen ket" dedi. "Men sana talaq qo'yam" dedi. "Sen ket."
seni o'ltiradi. Yo'q dedi. Eğer siz menden jerkenseniz, jaman ko'rim deseniz, talaqingizni beriniz. Biroq shesham o'ltiradi, shesham onday qiladi deb turib aydasangiz dedi, o'zingiz bilasiz, Allohning oldida javob berasiz dedi. Kundan kunga qiyin bo'la boshladi. Bir kun akasi qattiq ashulanib ketib, ayelini ayhaylab, sen o'sha qizni o'ltiratin bo'lding qo'y degan edi. Men buni o'ltiram deb ant bergam dedi. Bu meni dedi, bütün yelдің arasında masxaramni chiqardi dedi. Bütün ministerlerдің aldında buna bishara uyini bir o'ranib olgan bir jalmavuzning balasini apertib üstümden kulib o'tir adamlar dedi. Men buni o'ltiraman dedi. Sodan bishara kuyovi da sonday bir qizim ketchi aynalayın. Uydan ketchi aynalayın dedi. Ata, eğer men bir jaqpagan jumus istagan bo'lsam, meyli aydash beringizlar. Biroq anam uchun meni aydamangizlar. Men sabr qilaman dedi. Bizning қатындарымыз bizga talaq qo'yib ketib qolgan bo'lar edi egarda. Bizning қатындарымыз o'stib, azar ko'radim bo'lsa, bizning қатындарымыз qochib ketgan bo'lar edi. Başındagi o'ramalni nima shashini ham lishsi qilib olib qochib ketgan bo'lar edi. Xudoyning sonday bir qudratini qarangiz, 5 yil o'tdi. 5 yil o'tgandan keyin ana Amerikada o'qigan bola keldi. Amerikada to'yini istagan. Uyine keldi, buni da mimadlikka chaqirdi. Balasi ekan. Balasi aytdi, men bora olmayman, apa siz o'zingiz borib kelaveringiz dedi-da. Uyine barda stol jasab taslangan, жаңағы Tashkentning rektori aka shishasi o'tirgan edi. Baldar qayda dedi. Baldar uxtab o'tir edi, hozir chiqadi dedi. Ha dedi. Kutib o'tirdi. Bir kezde bala chiqdi shortiyman. Shashning bari arjaqa burilib ketgan. Betda juvi yo'q. Kelib o'tirdi, stolga kelib o'tirdi. Salim da yo'q, amandasi da yo'q. Shitibada akasi, "Ey, mana do'stingning shishasi qo'y, amandaspaysanmi?" degan shishasini bitib qarab qo'ydi-da, "Qalaysiz?" dedi. Ana ayol zo'rg'a o'tirdi. Bir kezde shayishib o'tiradi, kelin chiqdi. Kelinning da shashi turib ketgan, jaylab keldi. Amanda, ol Amerikadagi eng madaniyatli odamlar bo'lar bu. Bizning ana o'ramal o'ragan bishara Avulbayning qizi deysinmi, Amerikada o'qigan qizlarda ular. Eng savatli. Biz o'z negiz Amerika bo'layın deb o'tirmiz, durustmi? Kelib o'tirdi. Sonda, "Ey qizim" dedi. "Mana do'stingning apasi Amandas degan edi. Palenchining apasi bor dedi. Kuyovning oldiga keldi, kuyovni quchoqlab, kuyovni suydi." Ana ayol ministr ayol. Biroq bu bizning tabiatimizda yo'qda bu narsa. Durustmi? Ayelimiz bilan ata-anani suysalarmiz bu kelib. Bu bizning tabiatda yo'q, bu musulmonlarning tabiatida yo'q narsa-da bu. Biroq ol madaniyatda endi. Ne musulmon deb juraveramizmi? Nega biz madaniyatda bo'lmaymiz? Ata-onamizdan da sigaret chishga hep kelinlarimiz o'tirsa edi, zo'r bo'lar edi. Qarang, madaniyatda bu Yevropa madaniyati. Shunda palava kelinlar dedi, palavda keldi, palavni o'rtaga qo'ydi. Shunda palavdan alingizlar deb, endi o'zbek xalqi, musulmon xalqi bishara akasi, qani alingizlar deb bismillah deb qo'lini tabaqqa qo'lini solib endi chevatiradi. Kelin aytdi kuyovini, "Sening akangning madaniyati yo'q-ku" dedi. Akaning qo'li og'zimda qolib ketdi. Nega? Qasibincha ko'rib bu madaniyatli odam bu. Akasine bir qaradi, ashulanib qaradi.
Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ata-ananızı ukdemeyiniz, ata-ananızı cerkimeyiniz degen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ata-ananızga kabağınızda salmanız degen. Bırak Peygamber'in hadisi ne bizge? Duruz mu? Medeniyet gerek. Medeniyet. Ekeni de közben okuylanın oturguz koysa boladı. Kim ola eken? Söyleyip kasık aldı da kasık ben bir jegene de kasık biçereyim temir ana tostakka taka tikkedi kelin ordudan taksırdı. Men kanday uyga gep kalkamın dedi. Kanday medeniyetsizlik bol. Tamak jegende takıldatadıma degen edi. Ana ministr ayel ordudan kargıp durdu da eşikten jügürüp jılap çıkıp ketip kaldı. Üyüne gitti. Üyüne bargança jıladı. Üyüne kultam alıp durup jılap 3 gün üyüne çıkmay koydu. Balası korkat biçare kelen akesi geldi ne boldu eken? Nege çıkmay atır dep aykaylay çıkmaydı. 3. günü janağı ayel çıktı. Akesini çakırdı. Kelindi çakırыңızı dedi. Ne dedi? Tağın bir belen bastamakçısın mı dedi. Yok dedi. Kelindi çakırış dedi. Şütübek kelin çakıran kelin jügürüp anacan ne boldu dep jügürüp kelgene de minister ayel ayağına çabıstı da ayağını suya başladı. Kız biçare ayağını tardım. Apa ne oldu? Meni keşir kelinim kızım meni keşir. Men nadan. Ananı keşir meni kızım meni keşir dep vükürüp çıladı. Sebebi minister biçare din men dinsizlikti körüp edi. Karın 5 yıldan beri orup, çevip, kan kılgan kelini künüge anacan ne işes? Anacan çayınız var mı? Anacan tamağınız var mı? Anacan kiyiminiz juvup bereyim mi? Şarşap geldiniz mi degen kelinge el laneti çalmauz. Sen içsin çoğal dep kuvatın edi de. Ol ana Amerika'da okup gelgen medeniyetli kelinden özlerinin aldında bayın sülükçe sarıp suyganı görgen vakitte jirkeni yüreğine çıkıp gitti. Özünün dastarxanda oturgan ata-anasına jerkigenin görgen vaktinde yok bular adam emes dep kaçıp çıkıp ketip kaldı. Kelin dedi, meni keşer dedi. Sagan dedi, men dara işkizip koyganmın dedi, avukatına salıp dedi. Seni tuğmaytın kılgan menmin dedi. Allah'ım meni keşergin dedi. Şöyle barda da özünün ministerlik dokumentini aparıp tasladı. Cumhurbaşkanı çıktı. İslam'a geldi. Namazda öğrendi. Taşkent'te en mıhtı sabak vereten ayelge aynaldı Ömeyne degen ayel. En ülkün sabak vereten ayelge aynalgan hazır sol ayel. Allahu akbar mına. Bol İslam'nın tazalığını körü. Mına İslam mını osunday. Karan algan keliniz varamalda. İmanı boladımızsa kanday boladı. Bul bizden saldaştırımız. Bizden dinimizde kelinler aldığından kesip etmeydi. Tepten atında atamaydı. Hazır bu sümelekler var. Atla atasa şüphele kılmaydı. Bayını Marat Berkel. Şerek Paşalıvan'da oturabilir. Bizden ayelder sonday edepti bulgan. Endi Araplar endi atana atay dep durup Arapların atı bolmaydı. Hürmet, bol izzet, bol dinne çıgatan narsa emas. Her kaysınızı Allah sonday kelinlerden tüsün Allah nasip etsin. Bugün şu arabası hazır mına bir ahiler var. Özlerince sestralar var. Çanga biz bir magazinde tursak biri bizge sorak koyup atır. Ake şişenin ruhsatınsiz nekege asa bolar eken koydu. Mına bizde hazır Jarılkasın degen ağamız otur. Osu magazinde bir kız ake şişenin razılığı kerek emes dep turup özünün nekesini alıp koygan deydi. Biroq uyga seni hazırcha aparmayım. Jigitler İmam Abu Hanife mezhebinde de 4 mezhepte de nekege veli şart. Veli bolu veli degen ata-ana. Ata-ana bolmaydan bolsa ağa var. Eni var.